shahar tirbandliklari shovqinidan zerikkan, qisqa qilib aytganda, Garodskaya Svetadan zerikkan bratlarimiz uchun shahardan chekkaroqda joylashgan mana shunday ikkita yonma-yon townhouse'imiz sotuvga chiqdi. Har bittasi 2 sotuvni tashkil etadigan ushbu hovlilarimiz bir-biri bilan yonma-yon joylashgan. Joylashuvini tushuntirib o'taman. Xishrov tomonda bo'lyapti. Orientir qilib Lavandavoy poliyaga yetmasdan chap tomonda bo'lyapti. Ikkalasi yonma-yon. Aka-ukalar bitta joydan qidirib yurganlar uchun juda ham yaxshi variant hisoblanadi. Uy egasining aytishlari bo'yicha agar kimda-kim ikkalasini birga olsa agar yaxshigina bonus ham qo'shib berar ekanlar. Qiziq eshitilyapti. Xo'p, hozir mana bu yerda har bittasiga, har bitta hovli uchun o'zining zelenoy zonasi bor hamda mashina qo'yish uchun joy ham bor. Bemalol 2-3 tagacha mashina bo'ladi. Hamda mana shunday landshaftniy zonasiga ko'rib turganingizdek 20 tagacha daraxt ekkaman deyaptilar hamda bedaguli ekkaman deyaptilar. Juda ham o'sganda chiroyli ko'rinadi. Xo'p, endi ichki tomonni ko'rib o'tamiz.